Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Mana bugun navbatdagi bozor Andijon mashina bozoridamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'plab odamlar kimdir mashinani olmoqchi bo'lib chiqqan, kimdir mashinasini sotmoqchi bo'lib chiqqan. Odam yakshanba gavjum odam qaynayapti. Biz esa mana Matiz qatorida turibmiz. Navbatdagi video obzor qilishlik uchun chiqdik. Xudo xolasa sizlardan bittadan like, podpiskalarni kutib qolamiz. Matiz qatorida Matizlarda obzor qilishlikni boshladik aka-ukalar. 2009-yil oppoq suvetdagi Matiz avtomashinasidan boshladik. Birinchi Matiz obzorini akalar. Xo'p, kraskasi qancha buni aka? Kraskasi 20-30% bor, kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q deyapti akamiz. Xudo xolasa hop 2009-yil 20% kaltagi yo'q. Motor hadovoylarda ishi bormi, yo'qmi aka? Motor hadovoylarda umuman ishi yo'q deyapti. 4 ta yangi balonlar qo'yib qo'yilgan ekan akalar. Salon holatlarini ham bir qator ko'rsatadigan bo'lsa akalar sizlarga. Hop 323.058 probeg yurgan. Mana salon holatlari go'zal holatda, o'rtacha holatda turibdi akalar. Hop 4 ta yangi yumshoq balonlar taqib qo'yganman deyapti akamiz. Xudo xolasa bo'ldi aka. Aha. Hop, demak $3000 kami bor deyapti. Gen davenni chiqarammi aka? Gen davenni chiqaradi deyapti akamiz. Xudo xolasa. Hop, telefon bemalol qilib akamiz bilan baraka qilsanglar bo'ladi. Telefon nomeri nechi? Aka nomeringizni aytib bering. Telefon nomeringiz aka? 90lik 171 00 14 171 00 14. Aka bozoringiz bersin. Yana bitta 2009-yil manaqa polniy shumka mashina. Polniy shumka qilingan, manaqa ajoyib rangi nima deyiladi buni? Novot rang Matiz akalar. Xo'p, manaqa benzin baklarini mashina tushib qolibdi. Shunday almashtirib olsanglar bo'laveradi bemalol. Ha, benzin, gaz yuradi. Motor, hadovoy, korobka akamiz zo'r deyapti, xudo xolasa akalar. Xo'p, balonlari necha sillalashib qolibdi. Endi pulini yengil qilib beramiz deyapti akamiz. Novot rang. Aha. Xo'p, tayyorlanmagan mashina. Tayyorlanmagan mashina, shunday akamiz olib kelgan mashina, tirikchilik lekin. Ha, 2000 ga beramiz. Polniy shumka qilingan, $2000 ga. Pechat oldi. Aha, pechat. Suyagi butun ekanda. Suyagi butun. Kraskasi? Kraskasi bor, 20-30% kraskasi bor deyapti. Bu yerda ishi bor-da. Septirib qo'yish kerak. Mana shunaqa joylarga septirib qo'yish kerak. 20-30% bor deyapti. Ustasini olib kelib tekshirtirib, minib ko'rib olaveradi. Xohlagan. Ha, gen davenni hammasi chiqaradi. Xohlagan dokumentga yurib orar ekan akamiz. Demak, naqqa $2000, ha? $2000. Undan kami yo'q, ha? Yo'q. Faqat naqqa $2000 pulga berasiz ekan. Yumshoq. Aha, mashina maza qilib minadigan yumshoq kosmetika ko'radi. Matiz deyapti. 4 ta balon qo'ysa bo'ldi. 4 ta balon qo'ysa bo'ldi deyapti akamiz. Xudo xolasa akalar mana. Qo'ygalari ham toza, tomlari toza kraskalar. Tomlari toza deyapti. Eshiklarni uyatmaydi. Pechkalari ishlaydi, ha? Zo'r ham. Pechkalari zo'r. MX a bu? MX prostoy, ham prostoy, ha? MX prostoy. Benzindan 5,5 ta 100 ga ichyapti, ha? Gazchi, metan gaz, ha? Propan masa? Metan, benzin ekan akalar. Xo'p, demak $2000 ga berar ekan. Obunachilaringiz. Ha. Akalar, xudo xolasa akamizga aloqaga chiqsanglar, $2000 ga shu Matizda beraverar ekan. Xo'p, 97lik 984 77 55. Telefon qilasiz. Bo'ldi aka, aloqaga chiqarsizlar hammanglar. Xo'p. Assalomu alaykum akalar. Yana bitta Matiz avtomashinasi oppoq suvetda Best avtomashinasi ekan akalar. Nechinchi yil bu? 2006-yil ekan akalar. Probegi 300 ming atrofida yurgan, ha, probegi. Xo'p, akalarimiz ham o'z tirikchilikka chiqqan. 2006-yil 300 ming atrofida yurgan. Best motor, korobka, hadovoylari zo'ra, xudo xolasa. Ishi yo'q. Endi oladi, minsa bo'ldi, ha. 2006-yil. Xo'p, balon holatlari mana archa holatda, yaxshi holatda turibdi. Bir qator ichki salonlarni ham bir qator ko'rsatib beradigan bo'lsa, mana 300 ming emas, 417 ming yurgan ekan akalar. 417 ming. Best mana knopchnilik, aynalar ham knopkali. Buni ko'rib turganingizdek go'zal holatda turibdi akalar. Benzin, metan cho'tki yura oladi, ha? Benzin, metan cho'tki yura oladi deyapti akamiz. Xo'p, telefon nomeringiz aka? Nech pul deyapsiz buni?
2700 2700 dollardan o't beriladi. Kami bor. Keyin davengiz liboy Hammasi dokument bo'ladi. chiqa oladi. Liboy dokument chiqa oladi deyapti. Variantga bormi yo'qmi? Yo'q, variant Faqat naqqa 2700 dollar kami bor. Kelishsa bo'ladi. Kelishsa. Telefon nomeringizni qatoq aytib qo'ysangiz 33 33lik 871 871 14 12. 14 12. Qizil ham mendan qo'shib ket. Akalar yana bitta qizil matizni ham qo'shib ketamiz. Nechinchi yil bu aka? 2006-yil. Buni rangini nima deydi? Bardoviy deb qo'yamiz. Bardoviy qizil. Xudo xolasa akalar, Lucas konditsioner. Yo'q, Lux best konditsioner. Lucas best konditsioner ekan akalar, mana ko'rib turganingizdek. Xo'p, motor hadovalarda ishi bormi, yo'qmi? Shunda oladi minada. Akalar mana chiroyli qalpalar taqib, mana archa holatda turibdi balonlari. Bemalol qishda o'tkazsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yishgan ekan akalar. Minib qarab yurilgan mashina ekan. Xo'p, akalar, qizil bardoviy Matizimizni ichki holati mana ko'rib turganingizdek, probeylarigacha bor. 527 mingdan osha yurgan ekan akalar. Salkam 530 mingga borib qolgan ekan. Mana qip-qizil bardoviy Matiz avtomashinasi. Nechpul deyapsiz endi buni aka? Buni 27 kami bor deyapti. Bu ham 2700 dollar kami bor. Gen davengiz liboy dokument tomonidan chiqa oladi. Dokument. Muammo yo'q ekan, xudo xolasa akalar. Olib minsa bo'ldi. Olib minsa bo'ldi deyapti akamiz, xudo xolasa. 33lik 33lik 871 871 14 12. 14 12. Aka bozoringizni bersin, ishlarga rivoch. Aka ukalar, mana qop-qora suvetda Matiz avtomashinasi 2009-yil. Pozitsiyasi prostoy ekan. 291 ming kilometr yurgan. Petnosi bor xolos deyapti. 2900 dollar 2009-yil qop-qora suvetda Matiz avtomashinasi. Demak 2900 dollar kami bor. Benzin, metan, chotki yurar ekan xudo xohlasa akalar. Xo'p, naqdga, variantga ham kelishaveramiz deyapti. Naqdga 2900 dollar kami bor ekan. Akalar, balon holatlariga keladigan bo'lsak, archa balon turibdi. Yaxshi, yumshoq balon sizdanmi aka? Yumshoq balon, archa holatda turibdi mana. Akalar, ko'rib turganingizdek qop-qora ekan. Xo'p. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, akalar, mana ko'rib turganingizdek chiroyli holatda, salonlari go'zal holatda turibdi akalar. Xo'p. Probega 291 ming yurgan, ya'ni salkam 292 mingga borib qolgan mashina ekan akalar. Xo'p. Matizda istara bor, qop-qora bo'lgani bilan istara bor ekan akalar. Xo'p, nomeri keladigan bo'lsa 91lik 478 0123 ekan. Akalar, yana bitta mana Stalno suvetda Matiz avtomashinasi bor ekan. Probega XX qilib qo'yilgan ekan, ya'ni probega yo tablo almashgan, yo qatib qolgan. Uni bir qator tekshirib olasizlar bo'ladi. Telefon nomeriga qilsanglar, telefon nomerini oxirida qoldiramiz. Obzor qilingandan keyin telefon qilib bemalol egasidan so'rab olsanglar bo'laveradi. 2009-yil Lucas pozitsiyasi, xo'p, kraskasi bor deyapti. Narxi keladigan bo'lsa 2500 dollar xudo xolasa deyapti akalar. Benzin, metan gazlari bor. Demak, naqqa 2500 dollarga berar ekan akalar. Xo'p, archa holatda balonlari mana ko'rib turganingizdek yumshoq balon taqilgan. Yaxshi holatda turibdi. Andijonda mashinasi akalar. Akalar, mana salon holatlari, orqalarida magnitofonlari bor ekan. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek oldi salonlari. Mana akalar, hop, 502 mingdan oshiq yurgan ekan akalar. Demak akalar, bu mashinani ham anaqasini qoldiramiz, nomerini qoldiramiz. 77lik 254 17 78 ekan akalar. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa. Sizdanmi aka? Akalar, mana yana bitta 2009-yil mashina bor ekan. Oppoq suvetda probega XX bo'lib qolgan ekan, ya'ni qatib qolgan, ha? Yo'q, u probega mashinalari ko'p. Aha. 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 U nariyada yozdiramiz-ku. Aha. Aslida esimizda yo'q. Esinglarda yo'q. Aha. Qancha bilmayman. Aha. Ko'rib olsa, asha oladigan odam. Aha. Demak akalar, oxirida yana buni ham nomerini qoldiramiz. Akamizga aloqaga chiqib, bemalol probelarini ko'rib, surishtirib, telefonda kelib ko'rishib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xo'p, pozitsiyasi MX ekan, prostoy, MX prostoy ekan, kraskasi bor. Qancha kraskasi aka? Uyel bo'ylarida bor. Uyel bo'ylarida bor deyapti. Orqalari pechat aka. Oldi orqalari pechat deyapti akamiz, xudo xolasa. Motor, hadovoy hamma yo'g'i chotki-ya. Motor, hadovoy
Yaxshi, ha, xudo xolasa. Motor hadovoylari yaxshi deyapti. Xo'p, mexanika 2500 dollarga beriladi. 2500 dollarga akamiz beramiz deyapti. Benzin, metan yuror ekan akalar. Balonlar yumshoq balonda, achchiq holatda turibdi mana akalar. To'g'ri, salon holatlarini ham bir qator ko'rsatib beradigan bo'lsak. Mana salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi akalar. Xudo xolasa olishadi, minishadi, ha. Shopiri bo'lsa bo'ldi ekan akalar. Xo'p. Telefon nomeriga keladigan bo'lsa 77lik 254 17 78 ekan. Aka bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar mana ko'rdinglar. Sizdanmi tog'a? Video obzor qilib qo'ysak bo'ladimi? Ha. Tog'amiz xudo xolasa mashinada o'tiribdi. Hozir o'g'lim kelsin dedi. Video qilib qo'ysak bo'ladimi aka? Video. Akalar, mana oppoq suvetda Matiz avtomashinasi bor ekan. Akalar, ko'rib turganingizdek Best ekan. Xudo xolasa akalar. Mana balon holatlariga keladigan bo'lsak, o'rtacha holatda, archa holatda turibdi akalar. Xo'p, salon holatlariga bir qator nazar solamiz. Akalar, mana salon holatlari, manaqa ballarni kattalaridan taqib qo'yishgan ekan akalar. Mana ko'rib turganingizdek orqa tepalari patololariga ham chiroyli qilib chixollar taqib qo'ygan ekan mana akalar. Xo'p. Probegi qancha ekan buni? Mana eshiklari ham yumshoqqina ochilyapti, yopilyapti. Xudo xolasa akalar. Best avtomashinasi. Probegi qancha ekan aka buni? 314 ming yurgan xolos deyapti. 2011-yil. Kraskasi? Bilganimiz shu Kirilla kapot. Ha, kraskasi akamizni bilgani shu Kirilla kapotda bemalol ustalarini olib kelib tekshirtirib olsa bo'laveradi. Xudo xolasa akalar. Mana ko'rib turganingizdek 2011-yil oppoq suvetda 3200 deyapti. 3200 dollar kami bor. 1.5 dollar puli borga variantga beradi. 1000 dollar, 1.5 dollar Andijon shahar ichiga bo'ladigan bo'lsa, 1000 dollar, 1.5 dollar pul bo'lsa, 6 oydan 1 yilgacha gaplasha olasizlar. 90 571 2100. Aka bozoringiz bersin. Shumkalar qilingan ponni. Akalar, ponni shumka qilingan ekan. Best qiziqqanlar bemalol akamizga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Sizdan aka? Video qilib qo'ysak bo'ladimi? Akalar, mana oppoq suvetda Matiz avtomashinasi bor ekan. Nechinchi yil aka bu? 2008-yil ekan. Hop, kraskasi qanaqa aka buni? Necha foiz? Bir 50% bormi? Bor. 50% kraskasi bor deyapti. Ustasini olib kelib, mana bir qator tekshirtirib olsa bo'laveradi. O'zingiznikimi yo tirikchilikmi aka? O'zimizniki. Ha. Akalar o'zlarining xizmatini qilgan mashina ekan. Akalar, MX bu? Yo'q, Best. Ha, Bestmi? Best ekan akalar, xudo xolasa mana. Andijon qayerda mashinasi endi aka bu? Andijon Shahrixonda mashinasi ekan akalar. Buni ko'rib turganingizdek, go'zal holatda turibdi. Xo'p, salon holatlarini ham bir qator ko'rsatib qo'ysam bo'laveradi. Salon holatlari akalar mana 274.513 yurgan ekan, 275 mingga borib qolgan ekan. Mana xudo xolasa qarab minilgan mashina. Shumka qilinganmi deyman eshiklar? Shumka qilinmagan. Shumka qilinganga o'xshab yumshoq yopilar ekan. Akalar, mana eshiklari ham yumshoq yopilar ekan, xudo xolasa akalar. Hop, orqalardan kolonkalari bor ekan. Benzin, metan, benzin, metan. Best avtomashinasiga qiziqadigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, mana Matiz oppoq suvetda turibdi. Nech pul deyapsiz aka buni? 2200 kam. 2200 dollar kami bor. Hop, 2000 dollarga bera olasiz ekanda, xudo xolasa. Gen davenni skoram. Gen davenni skoradi deyapti akamiz. 2000 dollarga shitir pulingiz bo'ladigan bo'lsa, Best mashinasini olib minsangiz bo'ladi. Motor hadovoylarda ishi yo'qda, to'g'rimi? Oladi. Ha, hadovoyda ozgina ishi bor, motori zo'r. Oladi, minar ekanda. Shu hadovoylargacha qarab qo'yar ekan, 3-400 ming so'mga. Bo'ldi. Akalar, 2000 dollarga akamiz xudo xolasa berar ekan. Gen davenni chiqar ekan. Telefon nomeringiz? 93lik 249 1034. Aka bozoringizni bersin. Hop. Akalar, mana xudo xolasa Matiz mashinalarini qo'ldan kelgancha obzorlarini qildik. Mehnatimizni qadrlagan holatda like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar, kommentariyalarda chiroyli holatda o'zingizlarning fikringizni qoldiradigan bo'lsanglar, xursand bo'lamiz. Videoda rivoji uchun, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasizlar, akalar. Biz xudo xolasa mehnat qilishda davom etamiz. Matiz mashinalariga qiziqib yurgan do'st, og'aynilar bo'ladigan bo'lsa, ularga jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.